insonlarni hammasiga ko'rsak g'oyibona havas qilganmiz. Mana shu insonlarga o'xshashni, shuni el ardog'idagi bo'lishni ustozlarimiz doim aytishardi. Xalqim san'atkorim desin degan bir chiroyli ibora bor edi. Mana shunday ustozlarga o'xshashni niyat qilib yashab kelmoqdamiz, hali ham havasdamiz. Qoyil gap bo'lishi bu sizga. Bejizga bu savol berganim yo'q. Bugun dasturimizga ustoz san'atkorlarning izdoshlari, shu kabi san'atkorlarimizni taklif qilganmiz albatta. Ruxsat etsangiz. Ularning o'z ijodlari ham bir ajoyib, juda ham bir chiroyli. Lekin ularning ustozlaridan mana shunday olgan o'gitlari, ular mana shu ustozlariga o'xshashlik bilan juda ham bir o'ziga xos bo'lgan xalqimizni mana shunday chiroyli o'xshashliklar bilan qalbidan joy egallagan xushovoz ijodkorlarni bugun studiyaga taklif etganmiz. Oqshom miriqib tomosha qiladigan ajoyib dastur bo'ladi bugungi dastur. An'analarimizga chiroyli suhbatlar va taronalar bo'ladi. Har doimgidek. Qachon o'z oqshomlar dasturi yaxshi o'tmagan, ayting. Qachon o'tmagan? Har doim. O'tgan. Biz chiqmagan sonni shu yaxshi o'tmaydi. Biz chiqmagan sonni. Biz bilamiz. Har doim hamma vaqt bizni tomosha qiluvchi aziz do'stlarimiz uchun eng yaxshi oqshomlarni taqdim etishni niyat qilganmiz. Demak, studiyamizga mehmonlarimizni asta-sekinlik bilan qarshi olamiz. Xushovoz ijodkor Bahodir Zikrullayev. Keling, marhamat Bahodir aka. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek, qiyos yo'q uning mehri bir daryo, dunyoda bo'lamdek yashaydi o'zbek, qiyos yo'q uning mehri bir daryo, dunyoda bo'lamdek yashaydi o'zbek. O'zbegim, o'zbegim, o'zbegim elim, o'zimning elim, bolajon elim. Bir qo'lda belanchak, birida Qur'on, bir yelkada ketmon, birida iymon, barchaga barobar bir oftob simon, yashnasin olam deb yashaydi o'zbek, barchaga barobar bir oftob simon, yashnasin olam deb yashaydi o'zbek. O'zbegim, o'zbegim, o'zbegim elim, o'zimning elim, bag'ri keng elim. Mamolari tetik yuzga kirsa ham, babolari qaysi yigitlardan kam,
Koşa gitmey tunun koşaydı o'zbek ihrom etganlarga ihromlari bor kekkayganiga boshim egmaydi zinhor beshigida jajji o'g'lonlari bor tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi o'zbek beshigida jajji polvonlari bor tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi o'zbek o'zbegim 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 elim o'zimni elim oyilim Muhammad kim bo'lding qiyosin toping o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek yomon she'r yozsang ham yuzingdan o'ping kam bo'lma bolam deb yashaydi o'zbek yomon she'r yozsang ham betingdan o'ping kam bo'lma yozaver deydi o'zbegim 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 elim o'zimni elim o'zimni elim Keling Bahodir aka, marhamat. Xush kelibsiz. Siz ko'rganimizdan xursandmiz. Chiroyli tarona bilan. Rejamizda ko'rganimizdan assalomu alaykum hurmatli aziz teletomoshabin do'stlar, muxlislar. Men sizlar bilan bugun ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Diyorjon ukam, sizga ming rahmat. Chaqirganingiz uchun singlim. Umringiz uzoq bo'lsin, taningiz sog' bo'lsin. Mustaqil O'zbekistonimiz ko'z tegmasin. Doimo mana shunaqangi tinchlik bo'laversin. Tinchlik bo'lgan kunni har bir kuni bayram deb so'rayman. Ko'p joyga borsam bayram bilan desam, tadbirlarga borganda qanaqa bayram deydi. Bizning yurtimiz tinch. O'shaning uchun bayram bizga har kuni bayram deyman. Hammamizni yaxshi bayramni kutib tursin. Yomon narsalar bo'lmasin ilohim. Sog' bo'ling. Bor bo'ling. Chiroyli o'zbegim, o'zimni elim. Ha, ya'ni shunmasam O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf qalamiga mansub. Ha? Bu g'oya aynan mana shu o'zbegim deb kuylash. Buni g'oyasi juda ham bir meni yaqin do'stim, juda ham qadrlanim, hamkasbim. Komiljon aka degan bir Komil degan do'stim bor edi. Alloh rahmat qilsin. Shu boyi 7-klasda to'satdan o'tib qoldilar. Shu inson bilan niyat qilgan edik, shu qo'shiqni aytamiz. Avtori, bastakori Sher Muhammad akaniki, lekin kuyi Komil akaniki. Alloh rahmat qilsin. Olmazor tuman madaniyat bo'limida ishladilar. Yaxshi inson edi. Bunaqa inson kam bo'ldi. Lekin qo'shiq juda ham chiroyli chiqqan. Haqiqatdan ham e'tirofga loyiq. Tavakkallarning oxirati obod bo'lsin. Agar qarshi bo'lmasangiz yana bir mehmonimizni davramizga va qatorimizga taklif etsakda, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Unday bo'lsa, kutilmagan holatda ularni sahnamizda taklif qilamiz. Albatta, iste'dodli xonanda G'anisher Meliqulovni studiyamizga qarshi olamiz. Keling G'anisher aka, marhamat. Ayvonda joy bo'lmasa ham nigorxonada joy bor. Xush kelibsiz. Xayrli oqshom. Yaxshi yetib keldingizmi? Oqshom, rahmat. Sizga ko'rib xursand bo'ldik. Rahmat. Biz ham juda xursandmiz. San'atkorning kayfiyati hamisha bahor bo'lishi kerak. Albatta. O'shandagina san'at gullab yashnab, insonlarni ham nima deydi, yuzida tabassum hamisha to'g'ri biz ko'rganda tabassum o'zidan o'zi beixtiyor keladi-da shunda. Bizga o'xshab. Yo'qbek? Albatta, to'g'ri aytasiz. Shuning uchun Har doim kulib yashash kerak, to'g'rimi? San'atkorlar sahnada turib kulib xiyol boqsa, muxlislarga, tomoshabinlarga o'zgacha bo'ladi. Bugun oqshomda ham kulib bemalol qaraverasizlar shu kameralarni sizlarga.
Muntazir. Bahodir aka, Alisher aka, mana shu o'rinda birinchi ilk savolimiz sizlarga. Baribir inson hayotida baribir kimgadir o'xshashni, kimgadir havas qilib, unga ko'rib beixtiyor o'xshashni orzu qiladi. O'zi xohlamasa ham, keyin mana shu havas asosiylik bilan o'xshash uchun sabab bo'lib qoladi. Mana shu o'xshashlik haqida bugun mana Bahodir akamizni ko'rib, ustoz ijodkor o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ijodkorlarni ijrolardagi nafaslarni ham shu studiyada his qilib turibmiz. Mana sizni ko'rib, ustoz ijodkor Ortiq Otajonov nafaslarini his qildik. Bu havasdan, to'g'rimi? Albatta, hammasi havasdan. Eng birinchi inson hayotga kelar ekan, bir kimgadir, qaysi sohadan egasi bo'lishidan qat'iy nazar shu bir kimgadir ko'ngil qo'yar ekanda, bu bejizga emas. Bizni ayniqsa o'zbek elimizda shu narsa juda urfga kirgan, to'g'rimi? Albatta. Bu shogird shu naqshini ko'rib, ijrosini ko'rib, yo bu palonkasini shogirdi deb darrov bilishadi. O'shaning uchun men bejizga Bahodirjonni ko'rib juda xursand bo'ldim, Diyorbek. Men ham xursand bo'ldim. Diyoraxon, nimaga desangiz, biz 20 yildan beri qadrdonmiz. To'yimiz ham, birovlarimiz ham, chiqishlarimiz ham birga bo'lgan. Men mana shu teleradio kompaniyani musiqa bo'limida ishlagan kezlarimda G'iyos aka bilan birga kelib ustoz shogird bo'lib juda ko'p chiqishlar qilishgan. Men guvohi bo'lganman. Yana bir bor tabriklayman Bahodirjon. Yaxshi insonlar. Eng muhimi san'atkorning kamtarligi, samimiyligi birinchi o'rinda juda muhim deb o'ylayman. Endi bir narsa gapingiz bo'ldi. Bir narsaki bir insonga ixlos qilsa, o'shanga qarab niyat qilsangiz, o'zingizdan o'xshab qolar ekansiz. Ortiq akamga o'xshaydi. Men G'iyos akamga o'xshatishadi, meni ham ustozga o'xshatishadi. Shuni aytmoqchi edim men ham. 89-yilda shu payt yigit davrimiz endi ertalab saharda shu radio qo'yib qo'yishardi. Radioda bir qo'shiq ketyapti. Uyqumdan uyg'onib yugurib borib radioni tagiga o'tirib baland qilib shuni eshitdim. Kim degan savol ketyapti miyada. Kim degan? O'spirin davrimi u paytda. Shu institutda o'qib yurgan paytim. Keyin juda ham yoqyapti deydi. Yuragimga juda ham kirib ketyapti shu qo'shiqlar. Ishon menga jondan aziz jononim. Shu qo'shiq ketyapti. Kim bu inson degan. Men keyin televizorda ko'rdim. Qo'shiq aytib yurardim. Buni qo'shiqlarni aytib yurardim, lekin oldilariga borish nasib qildi, bordim konsertga. To'g'ridan to'g'ri kirib bordim oldilariga. Assalomu alaykum deb ko'rishib boshqa qildim. G'iyos akam shunaqangi inson. Ham ta'lim. Juda ham bir hoksor inson. G'iyos Boytoyevligim uncha naqmaydilar ham o'zlari. Men shunaqa shogird bo'lgani keldim dedim. Konsertdan keyin keling. Oldimga dedilar. Xo'p dedim. Mana konsertdan keyin bordim. Qayerdansiz? Men Toshkentdan, shunaqa falon joydan. Bo'ldi. Agar menga shogird bo'lsangiz, hozir shogird bo'ldingiz, ertaga yaxshi yingiz chiqsa shogird bo'lib ketadigan bo'lsangiz bo'lmang. Oxirgacha bo'lsangiz bo'ling. degan bir talab bo'ldi. Talab emas. Yarim yo'lda qoladigan shogird kerak emas degandek qildilar. Ustoz dedim, men shunaqa sizni bir shogirdingiz bo'lishga keldim. To'xtatmayman yo'lda dedim. Ular mana shu paytgacha Alisher akamga o'xshab haligi izlardan quvib yuribmiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Albatta. Ustoz Alloh rahmat qilsin. Albatta. Ortiq akam. Alisher aka, Diyorbek, men qo'shib keta qolay. Qani ayting, Jihozi kelib qoldi-da. Bu hozir ko'p davralarda bo'lamiz, shu torni olib kuylay boshlasak, "Hov deydi, bu ustoning yo'lida aytadi ekansiz, va o'zingiz ham o'xshab ketasiz" deb ko'pchilik menga gapirishadi degan. Bizda deydi bitta armon o'tgan deydi. Juda ko'pchilikning armoni o'tgan ekanki, mana shu Ortiq Otajonovni shu endi ustozni yoniga uncha-muncha odam kelib gap ocholmaganda, kelib to'g'ridan to'g'ri gaplashib keta olmagan. Chunki ustozni o'zi yarasha siyosati bo'lgan. Endi bu bir tomondan xarakter, ham ikkinchi tomondan qandaydir bir san'atkorga xos bo'lgan, kerakli bo'lgan bir juda bir muhim narsa deb bilaman-da. O'shaning uchun aytishadiki, "Qani siz qanaqa borgansiz ustozning yoniga? Qo'rqmasdan